Assalomu alaykum qadrdonlarim. Xudo xolasa mana qish ham tugab, bahorga yetib keldik. Endi bu yerda bahorda qiladigan ishlarimizdan birinchilari bu oynadagi plyonkalarni olish hamda nimaki o'ragan bo'lsa hammasini sekin-sekin ochish. Mana shunaqa o'ragan narsalarimizdan bittasi bitta suv hisoblagich bor. Cho'chik suv cho'chiga hozir uni ochaman. Kuzda yopib qo'yganman, noyabrda yopganman, sovuq tushishdan oldin. O'rab chirman mana bunaqa eski gilamlarni solib yopib tashlaganman ustini, chunki men bu issiqdan yeganman 2021-yilda. Qattiq sovuq bo'lganda cho'chigim muzlab yorilib ketgan suvga. Keyin uni alishtirishim uchun Vodokanalga borsam akt qilamiz degan shtraf to'lash degan, chunki plombasi ham qo'shib uzilib ketgan ekan muzlaganda. Keyin undan keyin mana shunaqa yamasini chuqurroq oladim. Mana shunaqa atrofini beton qilib, cho'tka qilib, o'raydigan qilib, har yil o'rab qo'yaman endi. Mana bu yerda yaman chuqurligi 1 metrmi, 1.5 shunaqa edi. Tegishi men qilganman, suv ketadigan bo'lsa tortib ketishga. Bu yerda cho'chik kirish, bu yerda chiqish bo'lingan. Bu yerda kuxnyaga, mana bu tashqaridagi kran, mana bu kran. Bu kran qishda muzlamaslik uchun mana bu kranni bekitaman. Buni bekitaman. Bu yerda qolgan suvlarni, kran ichida qolib ketgan suvlar, mana bu yerda Mayevskiy kran bor, klapan. Radiatorlarga qo'yiladigan. O'shani bo'rab, ichidagi suvlarni to'kib tashlayman va buni ichida suv qolmaydi, muzlamaydi, yorilmaydi. Chunki bu ham qattiq muzlasa, mana turba yorilib ketishi mumkin. Chunki turba chokli turba. Qattiq sovuqqa yorilib ketadi. Bo'ldi. Agar kimnidir cho'chiga tashqarida yoki sayoq joyda turgan bo'lsa, mana shunaqa o'rab qo'ysanglar, cho'chigilar muzlamaydi. Mana bu krishkasini yopib qo'yamiz, chunki buni shtrafi juda katta ekan. Men bir marta to'ladim, qaytib to'lamayman endi.